Farzand ko'rishni kechikayotganligini asosiy sabablaridan biri follikulalarning yetilmasligi yoki yetilgan follikulalarni yorilmasligi bo'lishi mumkin. Buni follikulometriya usulida tekshiramiz. Follikulometriya usuli bu bir menstruatsiya sikl davomida follikulalarning yetilishi va yetilganda ularni yorildimi, ularni kuzatiladi. Shu bilan birgalikda endometriy siklga mos ravishda qalinlashdimi, o'sdimi, u kuzatiladi. Buning uchun patsientlarimiz hayzini birinchi kunini eslab qolgan holatida 9-kundan boshlab follikulometriyaga chiqish so'raladi va bu tekshiruv kun oraga o'tkaziladi va yakuniy xulosaga kelinadi. Bu jarayon ovulyatsiya paytigacha davom etadi va bu jarayonda biz yuqorida aytganimizdek follikulalarimiz yetildimi va ular yorildimi, endometriy fazaga mos ravishda o'sdimi, bular tekshiriladi va yakuniy xulosaga kelinadi. Bu tekshiruv homiladorlikni rejalashtirish uchun juda ham muhim. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozing va javob beramiz.